Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilar, opa-singillar, hammalaringiz yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Mana bu oq pari no'xatini olib chiqqan edim bozorda. Buni qishlarda, qish paytlarida. Mana shu no'xatni. Mana bu 1 kilogramm no'xat o'rtoqlar. 1 kilogrammini adashmasam 40 ming yo 45 ming shu atrofida olardim-da 1 kilosini. Hozir endi bu o'rtoqlar 25 ming bo'lib qopti. 25 mingga mana shu no'xatni oldim. Hozir buni toza qilib yuvib, keyin oddiy suvga quyib qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana juda ham ko'rinishlari chiroyli. Mana o'rtoqlar oppoq, katta, toza, lekin bir qator ko'zdan o'tkazdirib, qo'ldan o'tkazdirib, tozalab yuvib, keyin oddiy sovuq kranni suviga uyutib qo'yamiz o'rtoqlar. Hozir buni tozalab yuvib kelaman. Mana no'xatlarni yuvib keldim, tozalab, bir qator qo'ldan o'tkazdirdim, keyin tozalab 3-4 marotaba yuvdim. Mana sifati juda ham yaxshi. Hozir sizga ko'rsataman. Mana. Voy, tushmay ketdi. Endi buni o'rtoqlar uyutib qo'yamiz. Oddiy suvga hech narsa solmaymiz. Suvda ham, boshqa narsa ham hech narsa solmaymiz o'rtoqlar. Mana oddiy suv bilan uyutib qo'yamiz. Suvni ko'proq solaveramiz. Qani ko'ramiz qancha. O'tgan safar bir roligimda shu no'xatlarni uyutib ertasiga ko'rsatib, mana no'xatlarimiz rosa ko'payibdi desam, bir kommentariya yozgan inson ko'paymagan bu, ishkan deb yozishibdi. Shunga ham gap topishadi o'rtoqlar. Ko'paygan bo'lsa nima, ishkan bo'lsa nima, xullas kalom ko'payganda o'rtoqlar. Mana hozir sizga ko'rinyaptimi? Hozir mana ko'ring, idishni qayeridan turibdi. Mana bu joydan turibdi hozir, mana. Ertaga ko'ramiz, 1 sutkada bu tayyor bo'ladi. Endi buni qo'yib qo'yamiz. Ertaga ko'rsataman buni 1 sutkadan keyin o'rtoqlar. Hozir endi tashqariga chiqamiz. Yana anavi ko'chadagi terinka qilingan atirgullarimni sizga hozir ko'rsataman. Bitta ikkitalari g'unchalab qopti o'rtoqlar. Uni ko'rib bugun ertalab ko'rdim hali. Rosa xursand bo'lib ketdim. G'unchalari bor. Hozir birgalikda kuzatamiz. Mana ko'chadagi gullarim, mana bu o'zi, mana bu joydan chiqqan gulim ham mana g'unchalabdi o'rtoqlar. Bu o'zimni avvalgi gulim. Mana shu joyda bor edi. Keyin biz teraklarni chiqazib, tomirlarni ham chiqazib, bu joyga tuproqlar solib tayyorlaganimizdan keyin bu gul mana shu joydan o'zi chiqib kelgan o'rtoqlar. Buni men ekmaganman, o'zi chiqqan. Mana bunisi ham mana g'unchalabdi. Bu ham o'zi chiqqan avvalgi o'zimni gulim o'rtoqlar. Mana bu endi mana cherinka qilingan gulim. Buni holati juda unchalik yaxshi emas, lekin ko'klab turibdi hozircha. Mana astra gullarimiz, mana bu gulni mana bolalar mana sindirishibdi. Mana bu joyda to'p tepishadi bolalar. To'plari tushganmi, mana sindirishganda mana o'rtoqlar. Endi bilmadim tagidan, tomiridan chiqadimi, yo'qmi, mana sindirib qo'yishgan. Mana bunisi. Mana bu ham mana o'rtoqlar, mana shu ham cherinka qilingan gulim. Mana qarang, bunchasi bor. Kichkinagina g'unchalabdi. Mana bularni ko'ryapsizmi? Mana bular asha Kaliforniya daraxtining gulidan chiqqan
nimalar, urug'idan chiqqan nimalarda teraklar. Buni tag'in ham ko'pini olib tashlaganmiz, keyin chiqqanlar bular. Mana bu nima? Karlikoviy. Keyin o'tkazganman. Mana bu ham mana cherinka. Cherinka qilingan. Yaxshi turibdi. Mana bu karlikoviy, mana g'unchalabdi. Mana yangi shoxlar chiqazibdi. Endi o'rtoqlar, mana bu indiskiy siren shoxlarini sindirib tashladim. Endi balki mana bu nimada ko'klab qolsa kerak deb umid qilib turibman. Mana bu ham mana cherinka o'rtoqlar. Tagiga suv quyib turibman. Bu ham cherinka. Mana bu ham. Lekin hali bularda g'uncha yo'q. Ko'klab qolsa ham katta gap. Ochilmasa ham. Mana bu joyda ham bor mana. Mana bu gulim ochiladi o'rtoqlar mana. Erta bahorda olib chiqib o'tkazgan edim. Bo'ylarni qarang. Mana. Bo'ylari baland. Mana ochilmoqchi. Mana bu nima? Ramashka. Mana buni ham uydan olib chiqib o'tkazganman. Yaxshi ko'klayapti. O'rtoqlar mana ko'chadagi gullarim. Mana bu ko'chamiz. Mana uydagi gullarim уже ochilib, mana bulari nima deydi, tugash arafasida o'rtoqlar. Mana buni go'zalligini qarang. Qayta ko'rsataman-da, siz ham bahramand bo'ling deyman. Bu gullarning go'zalligi ham vaqtincha o'rtoqlar. 5-6 kunda bu gullar nima deydi, ochilib tugaydi albatta o'rtoqlar. Keyin mana bular ochiladi, mana keyingilar. Bular endi ochilib mana deyarli tugab qolyapti. O'rtoqlar. Mana bu gulimga nima bo'ldi? Sinibdi-ku o'rtoqlar, mana sinib qopti-ku. Sinibdi. Turechki tinni gullarimiz. Mana bu mana nima ham ochilyapti o'rtoqlar. Ana bu quyosh gulimiz rangi mana bunday qizil ekan. Mana rosa g'unchalari ko'p mana. Mana bu joyda ham g'unchalari bor. Mana g'unchalari, xudo xolasa bu chiroyli bo'lib ochiladi. Mana bu endi karlikoviy gulimiz. Hammasi bir-biridan chiroyli ochilgan o'rtoqlar. Biri-biridan go'zal. Mana bu bodringlarga iloj bo'lsa, meni bilishimcha har kuni deyarli bir suv oqizib qo'yish kerak-da tagidan. Shunda bodringlar achchiq bo'lmaydi. Bo'lmasam achchiq bo'lib qoladi deyshar edi. Mana rolik chiqarganimga, shu eng oxirgi roligimda hech qancha bo'lgani yo'q o'rtoqlar. 2 kun bo'ldi-da bo'lsa. 1-2 haftada bodringlar tayyor bo'lib qoladi degandim. Mana 2 kun bo'ldi. 2 kunda mana shunchalik o'rtoqlar. Mana hovlidan xudo xolasa chiqadi bodringlar o'zimiz uydan. Deyarli tayyor o'rtoqlar. Mana bu nimamiz ochilmoqchi, salviya gulimiz mana. Hammasida g'uncha bor. Mana. Ochilishmoqchi. Mana bular astralar, o'zi chiqqan mana shu urug'idan to'kilib o'rtoqlar. Men ekmaganman. Xo'sh, mana bularni ham
Men ekmaganman urug'idan o'tgan yili mana shu joyda rosa ham mana shu gultoji xo'roz, astra gullari ko'p edi. Kuzda musichalar nimalarni gultoji xo'rozlarni guliga qo'nib olib rosa yeyishardi. Urug'i rosa to'kilardi. Mana qarang. Chim bo'lib yotgan edi, u kuni ko'rsatganimda mana bunday qilib, chiroyli qilib o'rtoqlar. Mana yagana qilib qo'ydim. Mana. Endi juda chiroyli bo'lib katta bo'lishadi. Mana qarang. Yagana qilib qo'ydim. Endi bu yoqda mana nimalarimiz, kalalarimiz chaman bo'lib ochildi. Mana bu karlikoviy gulimiz ham. Buni ko'rsatgandim-ku, mana bu joyda bitta g'unchasi bor edi, chumchuqjo'lar olib ketgan edi. Mana endi ikkita shox chiqazibdi. Ikkala shoxida ham Xudo xohlasa mana g'unchalari bor o'rtoqlar, mana. G'unchalari bor. Bu karlikoviy. Mana kalalarimizni qarang, chiroyligini qarang buni. Rosa. Mana g'unchalari ko'p ochilyapti. Mana bunisi ham ochilmoqchi. Ana bunisi ham ochildi mana. Juda chiroyli, a? Qarang. Barglarini. Mana bu joyda mana piyon gulimiz yaxshi o'syapti. Piyon gullarimiz ham ko'z tegmasin. Mashalloh, mashalloh, mashalloh. Mana bunisi endi g'unchalabdi. Buni ochilsa ko'rsataman. Bu juda ham mana buni bir boshqacha rangdagisi o'rtoqlar. Bunisi juda boshqacha edi. Endi ochiladi. Ochilganini olib tashladim. Nima bo'lganida. Endi yangisi ochilsa Xudo xolasa ko'rsataman sizga. Mana bu karlikoviy rozamiz menimcha rangi boshqacha ekan, mana sariq bo'lib turibdi. Qizil ham ko'rinyapti. Qani ochilsa ko'ramiz o'rtoqlar. Birgalikda kuzatamiz o'rtoqlar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bu no'xatimizni kechki payt soat 5-6larda mana oddiy kranni sovuq suviga hech narsa solmasdan o'tib qo'ygan edim. Mana bir sutkada deb adashib ketibman o'rtoqlar. Bir sutka bo'lmadi hali. Bir sutka bo'lish uchun hozir mana soat 8, ertalabki 8 o 5-6ga borib ko'rsatishim kerak. Lekin mana hozir уже tayyor bo'ldi o'rtoqlar mana. Bir sutkada emas, mana kechki taraf o'tib qo'ysangiz, ertalabga tayyor bo'ladi. Men ozgina adashib ketibman. Mana no'xatlarimiz tayyor. Hozir endi buni suvini to'kib olaman o'rtoqlar. Og'ir lekin. Mana suvlarini to'kib oldim. Juda ham chiroyli mana tayyor bo'libdi o'rtoqlar. Mana qarang, kecha qancha edi, bugun qancha mana. Rosa ham no'xatlarimiz yaxshi nima bo'lgan o'rtoqlar. Qarang. Katta. Endi bularni salafan paketlarga solib, xolodilnikni muzxonasiga joylab qo'yamiz o'rtoqlar. Mana ko'rdingiz, oddiygina sovuq suvga hech narsa solmasdan o'tib qo'ygan edim kecha. Bugun mana ertalabga kechki taraf
O'tgan edim, bugun ertalabga mana tayyor bo'lgan o'rtoqlar. Mana bunda so'sam bo'larmikin? Bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Bo'ladi. Keyin morozinnikda tursa, ovqat tayyorlaganingizda tez pishadi. Pishi oson bo'ladi. Mana paketlar toza paketlar, shu oziq-ovqat mahsulotlarini paketlari o'rtoqlar. Mana bunda oson bo'lar ekan solish o'rtoqlar. Mana. Bunisiga ozroq solamiz, chunki paketimiz kichkinagina. Mana solib paketlarga joylab oldim. O'rtoqlar. Endi ba'zilar nima iste'mol suvda solishar ekan. Mana ko'rdingiz, men hech narsa solmasdan tayyorlayman. Hech qanaqa narsa solinmaydi. Mana endi buni xolodilnigimizni morozinnigiga joylab qo'yamiz. Qachon ovqatga solish kerak bo'lsa, mana tayyor. So'sangiz juda ham tez va oson pishadi no'xatlarimiz. Hurmatli opa-singillar, yangi kirgan mehmonlar, hovlidagi go'zallik kanaliga xush kelibsiz. Obuna bo'lganlar kuzatishda davom eting albatta. Obuna bo'lmagan yangi kirgan mehmonlar obuna bo'lib qo'ying, like bosib qo'ying albatta. Fikr mulohazalaringizni qoldiring. Yanagi efirgacha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Allohga omonat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.